Baliqchi tuman Olinbek qishlog'i. Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana bugun yana bir chiroyli darvozamizni Andijon viloyati Baliqchi tumani Olinbek qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz materiallari bilan tanishtirsak, eniga 350 ga 350 joyga o'rnadi. 1 kvadrat metri 850 ming so'mdan. Stoykalar 10 ga 10 profil bo'ldi. Ichidagi profillar 6 ga 4, 1.7 stena. Listlar 2lik. Juda chiroyli holda o'rnadi. Tepasiga kaziroggacha, kazirog tepasi Lexan bo'ldi. Kazirogimiz 1 kvadrat metri 700 ming so'mdan olib kelib o'rnatdi. Lexan holati. Darvozamizga qaytsak, taglari shiviller, zamoglar har doim o'rnatiladigan zubur zamog, o'sha rossiyskiy zamogimiz. Zamoglar xudo xolasa yaxshi xizmat qilyapti. Orqa holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Ozgina qorong'i tushib qolgani uchun qorang'iroq bo'lyapti. Orqa holatlar, orqalari ham tekis. Juda chiroyli holda o'rnadi darvozamiz. Hurmatli yurtdoshlar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimizni pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovkamiz mavjud. Obuna bo'lmagan bo'lsalar, obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham o'rnatish jarayonlari, kraska sepish jarayonlarini yoritib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.